17 hadis. Haddasana Ahmad ibn Sabit al-Jahdari va Abu Amrin Hafs ibn Amrin. Qala haddasana Abdul Wahhab as-Saqafi. قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا وإنها تكسر السن وتقفأ العين. قال فعاد ابن أخيه يخذف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. 17 hadisda Ibn Majah rahimahulloh shunday deydi: Bizga Ahmad ibn Sabit al-Jahdari hadis so'zlab berdi va Abu Amr Hafs ibn Amr hadis so'zlab berdi. Ya'ni bu hadisni Ibn Majah rahimahulloh ikki kishidan anglagan. Va bu ikki kishi har ikkilisi bu hadisni Abdul Wahhab as-Saqafi degan kishidan anglagan. U kishi shunday deydi: Bizga Ayyub hadis so'zlab berdi. U Sa'id ibn Jubayrdan rivoyat qilgan, u Abdullah ibn Mughaffaldan rivoyat qilgan. U kishi yanada bir qarindishining bolasi, ya'ni jiyan bolasi o'ltiratdi, tosh otdi. Unda qilmagan deb uni to'sdi va mundaq dedi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq tosh etishdan cheklagan va mundaq degan: Bu tosh otganda, tosh etish bira o'g'ni o'g'li qilib bo'lmaydi. Ya dushmanni qo'rqatmaydi tosh etib. Bu degan faqat tishni sundirib o'tadi, ya'ni tish tegib ketsa, og'ziga tegib ketsa yoki ko'zga tegib ketsa, ko'zni uyib o'tadi. Tafqaul ayna, ko'zni uyib o'tadi degan gap. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday degan deb shu hadisni deb bersa, bu qarindishining o'g'li jiyani yana qayta u gapni anglamay tosh etib bergan. Qala, ya'ni Abdullah ibn Mughaffal radhiyallohu anhu. Shuning bilan u mundaq dedi: Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu ishdan, ya'ni tosh etish uchun to'sdi deb hadis so'zlab bersam, sen yana qayta otding, men sana mangu hargiz gap qilmayman dedi. Bu hadisni ilg'am mazmunlar o'xshashlar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisini ulug'lash, buyurganlarini qilish, cheklaganlardan yenishdan iborat. Ya'ni sahobalar Payg'ambar alayhisolamning hadislarini ulug'lashda shunchalik ulug'laydiki, o'zining yaqin tuqqanlari bo'lgan taqdirda ham shundaq amal qilmagan vaqtida Alloh uchun bularni payg'ambarlikning hurmati uchun Alloh uchun buni tark etgan, gap qilmagan, ochiqlangan.